Hurmatli obunachilar, mana uskunalarimiz haqida ma'lumot beramiz. Profildan kuzatib borishda davom etinglar. Har birini profilga joylab aytamiz. Bu uskunamiz po'choq maydalash uchun ishlab chiqarilgan. Ko'rishinglar mumkin. Poliz mahsulotlarimi, meva-chevami hammasini maydalab beradi chorva uchun. Ot, qo'y, shunga o'xshash jonzotlarga berishinglar mumkin. Bu esa kichkina variantidan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Bunisi esa mini granulyator. Buni motoriga keladigan bo'lsak 4 kilovatli bo'ladi. Bu uskunamiz ham kimga kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalar. Keyingisi esa granulyator. Motori 4,5 kilovatli bo'ladi. Soatiga 200-300 kilogramgacha chiqazib beradi. Ko'rishinglar mumkin. Kimga kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalar. Boshqa turdagi uskunalar ham bor, ya'ni drabilka. Kimga kerak bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kimga shu drabilka qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga yoki quyidagi profillarga murojaat qilasizlar. Profillarga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ishlash jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Keyingi drabilkamiz esa 5,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Don, makka jo'xori, shunga o'xshash narsalarni chiqazib beradi. Sof og'irligi 82 kilogramm. 2,5-3 kilovatli nima ekan? Bu Xitoy zavodskoy granulyatori kuchli motor bilan jihozlangan. Motori 11 kilovatli. Yuqori unumdorlik, don, kepak va yem aralashmalari fermer xo'jaligi uchun qulay. Ishlab chiqarish soatiga 400-500 kilogramm. Buni ichida uchlik matrisasi bo'ladi. Kimga shu granulyator kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bitta shift bonusga beriladi.